Tak. Endi qo'rquv hammada borligini bilamiz. Endi qo'rqmaslikni holatini bir marta ko'rib chiqamiz. Masalan, siz zo'r $20 bilan, даже $20 bilan biznes boshlaysiz. Qo'rqayotganingiz yo'q. Hammasi cho'tka. 10 ta odamga boyagi ish tizimini tushuntirdingiz, boyagilarning ichidan ikkitasi sizning gapingizga kirdida, короче, biznesni boshladi. Bu holatda nima bo'ladi? Bu holatda sizning strukturangiz katta bo'lishi boshlanadi. Qanaqa qilib? Men masalan 30 ta odamni shu ish tizimi bilan tanishtirdim, ichidan ikkitasiga ma'qul kelib men bilan ishlayapti. Mana shu etap ozgina qo'rqmasdan boyagi $20 da оборотga qo'ysa, menimcha pul hammada paydo bo'ladi. Hammada kategorik hammada paydo bo'ladi. Qanaqa paydo bo'ladi? Video zapisda qanaqa qilib paydo bo'lishini video zapisda shapkaga qo'yganman, profilda shapkasiga YouTube'ga o'tib bir marta ko'ringlar. Prosta qo'rqmasdan mana. Men keldim, tap-tup. Hacha men qo'rqmayman, chunki bu ish tizimi bilan yillar mobaynida ish yuritib kelaman. Prosta ma'lumot olishdan qo'rqmanglar. Pul ishlatish u yerunda keyingi etap. Muatak hacha har kuni pul ishlatamiz. Hacha bizga pul keltirmasa ham. В общем, qo'rqmasdan boyagina tushunishni boshlasak, biznes tuzun umuman turini pul doim bo'ladi. Так что nega qo'rqasizlar? Men keldim, ikkita odamga tushuntirdim, u ham tushuntirdi, и так далее, struktura qaytaryapti, sarafanniy radio, и так далее. Bo'ldi, hammada etap yopilib, hamma bir-biriga yordam berish boshlanyapti. Неужели shunchalik qo'rqinchli holat $20 bilan biznes boshlash? Hacha menga pul kerak emas deb ayta olmaymiz, chunki hamma o'sha pul uchun ertalabdan kechgacha birovlar ishini qiladi. To'g'rimi? Pulni ishlayapmiz, pulni ishlatyapmiz, pulni ishlayapmiz, pulni ishlatyapmiz. Hayot bundan iborat emas. Qo'rqmanglar.